Bu videoni oxirigacha ko'ring, aniq manfaatli bo'ladi. Ko'pchilik Makkaga kelganda Masjidul Haramga masalan Qur'on kitoblarini vaqf qilib ketishadi, lekin ular har doim ham masjid hududida turaverishmaydi. Hozir ularning sizlarga farqlarini ko'rsatib beraman. Ko'pchilik Qur'on kitob vaqf qilib ketmoqchi bo'lib, ularni xarid qilayotgan paytida ularning narxlari har xilligini ko'rib hayron bo'lishadi. Kimdir arzon, kimdir qimmat sotyapti deb o'ylashadi. Yo'q, aslida Riyoz bosmaxonasiniki bo'ladi va Madina bosmaxonasida chop etilgan Qur'on kitoblari bo'ladi. Haram hududida faqatgina Madinada chop etilgan Qur'on kitoblar turadi. Agar siz arzonroq Riyoznikini olib qo'yib ketadigan bo'lsangiz, xodimlar bularni saralab turib, bularni sadaqai joriya uchun ajratib qo'yishadi. Madina bosmaxonasida chop etilgan Qur'on kitoblar esa hamisha Masjidul Haramda turadi. Endi buni yana bitta farqi, Madina bosmaxonasidagi Qur'on kitobi varrog'ini ochsanglar, mana shunaqa qog'ozining o'rtasida yozuvi bor. Riyoznikida esa yo'q. Agar ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar va bu ma'lumot ko'pchilikga manfaatli bo'lishi uchun barcha tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar.